Butun Farg'onaliklarni ogohlikka chaqirib qolaman, bu somsaxonani qaranglar, odam ko'pligini. Nimaga odam ko'p desalaring, Farg'onada 70 ming, 80 mingdan Hindiston go'shtlarini sotishyapti. U go'shtdan qilinmagan. Nimaga Farg'onada juda ham ko'p oshxonalar o'sha arzon go'shtlardan ishlatishyapti, lekin batda molni o'zlari so'yishayotgan. Aka, somsani mazalari qalay? Mazasi yaxshi. Tavsiya qilasizmi Farg'onaliklarga? Ha, tavsiya qilaman. Kelsin mana Qatlaysiz aka? Men avvaldan. Avvalilarga bu videoni yuborib qo'ying, akamizni taniganlar bitta like bosib, mana shu somsaxonaga kelib, bemalol somsalardan yesalaring bo'ladi. Temur aka, mazalari qalay ekan? Mazalari kelas ekan. Kelas ekan. Hamma kelaversin, xudo xolasa. Aka, siz qayerdan kelib yeyasiz bu somsa? Sudan kelib yeyapmiz, somsaga gap yo'q. Vay. Bu somsadan ulgurib qolinglar. Somsa sho'rvalari mutlaqo bepul ekan. Samiygilarning Farg'onada hushyor bo'lasizlar o'tmaydi. Nimaga arzon go'shtlardan juda ham ko'p ishlatib yuborishyapti. Mana akalarimiz. Akajon, somsani ichlarini ko'rsatib yuboring endi. Somsalarni mana aka, biz chim ko'rsataman akalar. Klientlar somsasi, vay. 100% halol. Aka, sizni nima deysiz tanishardi? Aka, Farg'onada Inom shashlik. Inom shashlik deysiz, hamma bilar ekan, o'zi butun bozor bemalol mana shu videoga like bosib, o'z fikrlarini qoldirib qo'yinglar. Mana ikkinchi tandirimiz ham pishyapti. Aka, nechida pishadi birinchisi? Bittalab 7 ga tayyor bo'ladi. 7 ga tayyor bo'ladi. Kelaverasizlar bemalol.